Ungacha itoat qiladi. Undan keyin unda isyon boshlanadi. Bolada ota-onaga isyon qiladi. Maymun yetaklaydi, kuchuk yetaklaydi, mushuk yetaklaydi, ha? Nima uchun kuchuk mana deydigan bo'lsangiz, buni asos sababi bor. Shuni o'rniga ko'pchilik aytadi, bola yetaklasa bo'lmaydimi deydi. O'zimizda hattoki kino yoki bo'lmasam bu narsalarda konsertlarda yumor qilib chiqishadi. Shuni o'rniga qo'y yetakla, so'ymaysan, Hojiboy aytadi-ku. Maymun itam yetaklaysan deydi-ku. Erta o'lsang it yig'laydi-da senga deb mana ko'pchilik aytadi. Ularni it, mushuk, maymun yetaklashligining yagona sababi bor. Nima uchun bola yetaklamaydi? Nima deydigan bo'lsangiz qarang. Hayvonda doimiy itoatkorlik bor. Doimiy itoatkor. U hech qachon isyon qilmaydi. Ha, bolachi? Bolani itoatkorligi ma'lum muddatgacha. Undan keyin u bolani isyon qiladigan muddati bor-da. O'sha isyon yoqmaganligi uchun u bola yetaklamaydi. Bolani kimga yoqadi? Erta misol uchun, u maksimal darajada u o'sha 11 yoshigacha itoatda turadi. Chunki u ojiz, zaif bo'ladi o'sha paytda. Ungacha itoat qiladi. Undan keyin unda isyon boshlanadi. Bolada ota-onaga isyon qiladi. It, mushuk itoatsizlik qiladi deysizmi? Bir tepasam turadi-da. Ovqatini bersang yeydi, bermasang shing'illab turadi. Bitta joyga qamab qo'yasan bo'ldi. Yoqmasa kerak bo'lsa qatqadan mahbib to'rasan. Unda doimiy itoat. Hayvonda itoatkorlik so'nmaydi. Insonda yo'q. Bir itoat qiladi, bir itoatdan chiqib turadi. Bir qiladi, bir chiqadi. Bizda ham bor masalan. Shu narsa. Shuning uchun ular it, maymun, o'sha mushuk yetaklaydi. Yani ulardan ham xafa bo'lmaslik kerak. Unda itoat, ya'ni hayvonda itoatkorlik bo'ladi doimo. Insonni bunaqa bo'lmaydi-da. Inson shuning uchun ota-onalar qaytaga kelib mana qaysi ota-onalar ko'rgansiz, kam-kam ota-ona 8-9 yoshgacha bolasidan bir nola boshqa qilib yo'qda bir shaba turgan o'tirgan. Bir siltagan turgan. Endi u kuchga to'lgan sari unga itoatkorlik bo'lmaganligi uchun keyin olib kelib boshlaydi sizga. Maktablaringizda boshlaydi. Uni ustida qaysidir ilmiy ishlar olib borishga harakat qiladi, boshqalar qilishga harakat qiladi. Endi nimaga desangiz, o'sha itoatni saqlash kerak. Bola doimiy itoatda bo'lib turish kerak. U bo'lmaydi qas. Itoatni doimiy ishlab tura olmaysiz. Hayvon bo'lsa ishlaysiz. Hayvon bo'lsa ishlaysiz. Insonni itoatda ishlay olmaysiz. Uni isyoni bor. To'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri, o'sha paytda to'g'ri yo'nalish qilish kerak-da. To'g'ri qabul qilish kerak va to'g'ri yo'nalish qilish kerak. O'zuri insonda ham hayvoniy instinkt bor. Baxshiylashib ketadi. Ba'zan sen shunaqasan desangiz hayvoniy instinkt bola yonib ketadi. Ha, men shunaqaman deydi. U yomon narsa-da. O'sha uchun ba'zi bir emotsional holatlarda qarshingizdagi odamni ko'tarildimi, o'sha paytda siz bosishingiz kerak. Bo'lmasa sharmanda bo'lib qolasiz. Ko'p ota-onalarda bo'lgan bu narsa. Ko'p sharmanda bo'lib qoladi. Ha, men shunaqaman deydi. Yo'q bo'lsa, yo meni tanla yo uni tanla degan paytda men uni tanlayman deb o'radi. Endi nima qilasan? Ko'p oilaviy munosabatlar buzilishiga ham e'tibor bering-da. O'zimiz bosamiz. O'sha og'riqni bosamiz. Ko'pchilikda borda mana bola 12 yoshdan keyin qadrdonim. Uning asosiy qahramoni do'sti bo'ladi. Uning asosiy figurasi do'sti bo'ladi. Uning asosiy e'tibor markazida turadigan do'sti bo'ladi. Ota-ona ikkinchi o'ringa tushib qoladi bu paytda. Endi eng kulminasan joyi bor. 99% bolalar tanlagan do'sti ota-onasiga yoqmaydi. Ota-onasiga yoqmaydi. Bu sizda ham bo'lgan-ku. Shunday. Sizga ham ota-onasi, u farzandingiz tanlagan do'st sizga yoqmaydi. Keyin boyaga shart qo'yiladi. Yo meni tanlaysan, yo uni tanlaysan. Qalish uni tanlaydi-da u. Bu eng qizig'i, eng qiyin tanlov bu bola uchun. Eng qiyin tanlov. Bola uchun juda qiyin narsa. O'ta og'ir narsa u. Endi misol uchun sizniku atta hayotdan tayin tanimaydi. Sizniku o'zi tanimaydi. Yana boyaga mentalitet, o'zbekchilik, boshqa narsalar orqali ha deb turaveradi, lekin panapinchi qilib bari u bilan atashina qilaveradi. Agar yoqmagan taqdirda ham ota-ona unga qarshi chiqmas kerak. Ayniqsa do'stini yomonlamas kerak. Endi do'stini yomonlash xato yurdi. Yo'q. Do'stini yomonlashlik bu joyda juda katta. Endi bitta joyda bu yerda ota-onada san'at kerak-da, mahorat kerak. Tushunyapsizmi? Ota-onada bu joyda juda ustamonlik kerak-da, har tomonlama. Kosmosga raketa uchirayotgan paytida mana kayfiyat kelgan paytda borib uchiravermaydi-yu.
To'g'rimi? O'zini uni qonunlari bor, qo'yasiz, o'rnatasizmi, osmonda o'zini fiziklar, ochilish nimasi bor, ochilgan paytda chiqish kerak, yopilib qolgan paytda bo'lmaydi, o'zgarish qoidasi bor-ku. Любой odamda ham buni ochiladigan nuqtasi bor. Har kuni emas, o'z momenti bo'ladi. O'tirib, xoh farzandingiz bo'lsin, xoh turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, xoh o'quvchingiz bo'lsin, xoh o'qituvchingiz bo'lsin, xoh bemoringiz bo'lsin, har qanday odamlar bunday o'tirib, ochilib qolasiz, yurakdan gaplashib qolasiz. O'sha paytda o'chirib olish kerak. Mana momentini poylash kerak-da, lahza. Shunday bir lahzalar bo'ladiki, shu lahzada o'sha momentini bera olishingiz kerak-da. O'tirib, o'sha ochilib qoladi. Otangiz bilan ham bilasizmi, ming otasi bilan kelishmaydigan odamlar qayerdadir ochilib qoladi. Gapingizga kelib qoladi, qanday kelib qolganini bilmay qolasiz-ku. Ana gapingiz ochilib qoladi. O'sha paytda ura olish kerak. Ochilgan o'sha narsa qachon ochilishini bila olish kerak-da. U bitta narsa, u siz bilan menga bog'liq narsalar emas u. Ba'zan ovqat qilayotgan paytingizda ochilib qolasiz o'zingiz ham. Xotiningiz bilan ham bo'lib qoladi-yu. O'tirib, kelib qoladi, ochilib qolasiz. Bir xil paytda to'liq yopilib qolasiz-ku. Biz o'sha yopilib qolgan paytda urmoqchi bo'lamiz-da. Lahzasini poylash, u payti bor o'zi. O'quvchilar bilan ham ishlayotgan paytingizda o'zi payti bor. Momenti bor o'zi. O'tirib, kelib qoladi. O'zi kelib qoladi o'zi. O'sha paytda taqilab raketani uchirib olish kerak. Bo'ldi, o'zi kirib ishni qilaveradi.